Hamma sun'iy bo'lib ketgan botik so'rab, aptezni qarang. Voy, opa, xatyapti mana qilib turgan mo'ylovingizni olib gapiring, shu gapingizni iltimos. Ko'rdim profilingizni, bunday qilib qo'ygansiz, o'zingizdan oldingiz mo'ylovingiz chiqib turibdi bunaqa bo'lib. Pulim yo'g'ida men ham polnisti tabiiylik tarafdori edim. Mana u bet. Bunday kletkalari bo'ladi. Ichiga yog', kir degan narsalarni yig'adi. Uni hatyabi 6 oyda bir marta borib, ichini tozalatib, vitaminlardan surdirib kelish kerak. Shunda oppoqqina priyatniy bo'lib yuradi. Qimmat deysizmi, opa? Pul yo'q unaqalarga. O'shaning uchun men ana o'ziga ухоженный ayollarga negativlik qilaman deysizmi? Sizda pul bor. U yoqda bir tarilga 5 barmoq bilan 4 ta shashlikni 250 mingga berib kerak ekan desa, 500 ming pul topib borib piyoz bilan, non bilan biqin qilib kelasiz. Bir yashaydigan dunyoda bir yeb qolganim bo'ldi-da deb. Lekin mana bet jonivorga bir 200 ming pul topa olmaysiz. Bunday chiroyli qilib bir yaltiratib, mana bu skulalarni chiqarib kelishga. Gapirtirmang meni, opa. Men ham tabiiylik tarafdori edim bir paytlar. Erim bilan urushib qolsa, onasini chaqirib keladi. Onasi bilan birga uxlaydi yoki yig'lab meni yomonlaydi yana. Nima? Asalim, siz hali kindiga uzilmagan, ona suti og'izdan ketmagan, ona sutidan ayrilmagan bola bilan turmush qurganmisiz? Jonim, bu safar urushib qolsanglar, bo'ldi bo'lam, yo'qlama, hozir oying chaqirma, oylanib ketadi. Endi oyisini chaqirib, oyijonisi bolangizni sutini berib uxlating, iltimos deng. Cho'ta bo'lmayapti, tarbiya qilolmayman, tarbiya qilib keyin beringlar deng. Uyat. Ayting, zilyonka surtib qo'ying ko'kragingizga oyijonisi deng. Ujus. Bola tug'masang ham seni yaxshi ko'raman, senga bola uchun uylanmaganman deydilar. Mujik! Shunaqalarni ko'paytirish kerak. Bilasizlarmi, men mana shunaqa erkaklarni hurmat qilaman. Nimadir uchun emas, ayolini borligi uchun, u o'sha erkakning yonidaligi uchun yaxshi ko'radiganlarni. Nimadir kutmaydi. Xizmat qilasan, tug'ishing kerak, nimadir qilishing kerak, ota-onang nimadir qilib berish kerak degan мненияsi yo'q uni. Sen borsan, men seni borliging uchun, nafas olayotganing uchun, meni ayolim bo'lganing uchun yaxshi ko'raman deydigan erkaklarni sonini ko'paytirish kerak. Shuning uchun matimli o'g'il tug'moqchiman. Nechta bola bilan gaplashish можно sizningcha? Endi senim nima deganingiz bu? Nima deganingiz? Shuncha odam ko'radi bu videoni. Nima deb o'ylashadiki? Menga negativlik yozib tashlasizmi yoki sizga yozib tashlasizmi? Shu kerakmi sizga? Ha? Dostoyingiz chiqqungacha gaplashaverasiz, nechta bo'lsa ham bitta his chiqadi. Keyin qolgan ani zapasni o'ylarni yig'ishtirasiz. Ungacha gaplashavering, nechta bo'lsa nechta. Xullas, yaxshi emas. Opa, chiroyli emasman, qomatim ideal emas, yigitlar tarafidan e'tibor yo'q. Men ham qiz bolaman, e'tibor xohlayman debdilar. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak, negativ qarash kerak emas. Hamma ayol ideallikka intilib yashaydi. Ayol kishini xunigi bo'lmaydi. Hammasi chiroyli. Kimnidir qoshi, kimnidir ko'zi, kimnidir burni, kimnidir labi chiroyli. Bu narsani faqat o'zingiz topishingiz kerak. Keyin shunda ham sizga e'tibor yo'qmi? Chiroyingiz haqida maqtov eshitmayapsizmi? Zo'r yo'li bor, sinalgan yo'li bor. Atirni moshnisini seping, zo'rini seping, o'tib ketganingizda orqangizdan hidingiz qolib ketsin. Bolalar naryoqda tursin, qizlarni o'zi orqangizdan yugurib borib, nima atir sepgansiz, nomini ayting, sizdan zo'r hid keladi deb shunaqa maqtaydi, o'zingizga bo'lgan uverensizlik oshadi. Endi bolalarni gapirmasa ham bo'ladi. Deydi o'tib ketgan paytingizda sizdan qolib ketgan hidni ko'ribdi. O'shaning uchun kiyimingiz yarashmasa ham, bo'yangan makiyajingiz o'xshamasa ham atirni zo'rini seping. Ana o'shanda ko'rasiz hamma e'tibor qanaqa bo'lishini. Turmushga chiqmaganlarga maslahatingiz. Turmushga chiqmaganlarga maslahatim, shoshilmanglar. Deadline, vaqt bo'lyapti, vaqtim o'tib ketyapti, erga tegishim kerak ekan deb, duch kelganga erga tegib keturmanglar. Mana shunaqa yosh erga tegib olib, qonida bolasi bilan yoki yonida 3-4 ta bolasi bilan qaytib kelgandan ko'ra, o'tirgan qiz o'rnini topgan yaxshi. O'qinglar, diplom olinglar, hamma narsada rivojlaninglar, bitta hunarni qo'linglar, taqinglar, ishlayinglar, o'zinglar uchun nimadirlarga harakat qilinglar, bizneslar ochinglar, shoshilmanglar turmushga chiqqani. O'zinglarni rostmana o'sha orzularinglardagi kimdirlar otasiga o'xshagan erkakni uchratish holida, kimdirlar akasidagi o'shunaqa oilam deydigan, mas'uliyatni bo'yniga oladigan, uyida tovuq qichqirmaydigan, xo'roz qichqiradigan haqiqiy bitta erkakni uchratganingizda o'shanda turmushga chiqinglar. Shoshilmanglar turmushga chiqqani. Realni, chunki rosa ko'pi hozir ajrashib yotibdi. Sababi erga tegib bitta qizni juda sevaman, lekin qanday tushuntiray pulim yo'qligini. Birinchi o'rinda hali u yosh qizni so'raysiz, pul baxt olib keladimi sizga savol deysiz.
agar bir bolali ajrashgan xotindan so'rasangiz kallangiz yorib tashlaydi, kanishni baxt olib kelardi. Lekin u qiz hali turmushni mushtini yemagani uchun yo'q, hamma narsa puldan iborat emas, pul ahamiyatsiz deb sizga javob beradi. Keyin kechasi bilan sizni sevaman, sizsiz yasha olmayman, kelajakda boyib ketamiz, sizni Parijga olib boraman, Yevropaga olib boraman deb qulog'iga tambur chertasiz. Eng muhimi bitta gapni qaytaravering. Meni taylab ketsangiz o'zimni o'ldiraman, sizsiz yasha olmayman. Meni taylasangiz o'zimni o'ldiraman deyurasiz. Lekin bilmaydi-ku, u qiz erga tegmasdan turib uylanib olishingizni. Qulog'iga chertaverasiz, u qiz 7-osmonda yurib, baxt pul olib kelmas ekan, meni chindan sevar ekan, kambag'al bo'lsa ham deb gaplaringizga ishonib sizni sevib qoladi. Bo'ldi, shu bilan yo baxtli bo'lasizlar, yo taxtli bo'lasizlar. Qaynonam spanligimga kamera qo'yib, erim bilan nima qilsam singlisi bilan ko'rib o'tirar ekan. Shundoq bir-ikki qilib, ustidan ariza yozib, qonuniy chora ko'ring. Jim turmang bu narsaga. O'qimagan ayollar bolalarini tarbiyasi past bo'ladimi? Pulsiz ayollar bolalarini tarbiyasi yaxshi bo'lmaydi. Nima uchun? Eri bir sim bermasa, o'zi bir joydan ishlab pul topmasa, yetishmovchilik bo'ladi. Yetishmovchilik bo'lgandan keyin ayol o'zini sevmaydi. O'zini sevmasa, uni boshqalar ham sevmaydi. Alamini eridan, bolalaridan chiqarishga harakat qiladi, ayol nervli bo'lib qoladi. Oqibatda bolalari tarbiyasi buziladi. Ko'chada o'ziga qarab, takoy bo'lib, kiyinib yuradigan ayollarni ko'rganda, ularda J'ga, B'ga, M'ga, Sh'ga chiqazib boshlaydi. Nima uchun? Pulsizlikdan. Nervli bo'lib qoladi. Uyda o'tirib faqat g'iybat qilishdan, qo'shnidan yomonlashdan, birov bilan urushishdan, qaynonasidan tortishdan va bolalariga alamini sochishdan boshqasiga o'tmaydi. O'shaning uchun har bitta ayolning o'zini puli bo'lishi kerak. Erim ishlatmaydi, bir sim pul ham bermaydi, voydab deydigan ayollar faqat dangasa ayollar. Uyda o'tirib ham bemalol hozir ayollar kurslarda o'qib pul topsa bo'ladi. Shunaqalardan bittasini opisaniyada yozdim. Nima uchun o'g'il bolaning xiyonati kechiriladi, qiz bolaniki yo'q? Chunki ayol kishini yotoqqa olib borish uchun ko'nglini zap etish kerak. Erkak kishiga nafas olsa bo'ldi. Hozirgi kunda 90% erkaklar mana shu ahvolda. Baribir xotinim kechiradi-yu, yaxshi ko'rgan qizim kechiradi-yu deydi. Lekin bilmaydiki, o'rtadagi ishonchi, oldingi his-tuyg'uni ayolda hech qachon umrini oxirigacha qaytara olmasligini. Moslashib yashaveradi, lekin oldingidek bo'lmaydi. Qiz bolaman, oilali erkaklar yaxshi ko'rib qolishyapti. Nafsimni zo'rg'a yengyapman, maslahat bering. Qiz bolada oilali erkakka nisbatan, o'zi erkakka nisbatan nafs nima qiladi? Ebihay. Bu nima degan gap? Erkak kishi bo'lsa to'g'ri tushunardim-da, ana keyin eshitganlarni yaxshi ko'rib qolman desa. Chunki erkak kishi aytganimdek, devorga yalang'och ayol chizilgan bo'lsa, bunda qaraydi, formalarni qanaqa qilib, oldi orqasini qanaqa chizibdi ekan, bir qiziqib ko'ray deydi-da. Ayol qiz bolada qanaqa erkakka nisbatan nafs bo'lishi mumkin? Hali turmushga chiqmagan qizda. Keyin u oilali erkaklar sizni yaxshi ko'rib qolmayapti. Kim aytdi? Demak, jirt pirt bo'lib qolgansizda. Ko'chada yurish turishingiz nitoki o'sha oilali erkaklar sizga nafs ko'zi bilan qarayapti. Oilali erkak bundan normal qiz bolaga qaramaydi, uyaladi, unaqa qamalib ketishdan qo'rqadi, birinchi o'chirda sharmanda bo'lishdan qo'rqadi. Sizga qarayaptimi, yaxshi ko'rib qoldim deyaptimi, hech narsadan qo'rqmayapti. Qiz bolaligingizga ham ishonmayapti o'sha erkaklar, ishoning. Nafsim, Xudo asrasin, qiz o'stiryapman sizda keladan. Ham cho'milmagandek bo'lib turadi. Qizlar, ha, siz to'yda ochilarkanman deydi. Cho'milishlarni ham yaxshi evlolmaydi. O'shaning uchun onalar qizlaringizga mash подростковый возрастdan o'rgatish kerak, o'ziga qarashi, bo'yanishlarni, unda o'ziga полный qarash o'rganish kerak. U qiz bola katta bo'lgan sari o'rganadi. Men bir xillab mana shu strelkani tuz bo'yanishni bilmaydi, evlab bo'yana olmaydi. Bunda anaqadan kelganlarga o'xshab bo'yanlar, rahmat sirni palishga berishdi. O'zimga u ber, menga u. Mashanga. O'zimga kattasi. Bizga kichkinasi ham bor. Keyin Men salfetni qo'lingga rahmat. Shunaqa deb ezishadi-da. Men tushunmayman shunga. U to'yda ochilish kimga kerak bor? Masalan, sizga kerakdir, lekin ungacha vaqt davomida sasib yokida mamunda jungini mamunda qilib, mana ha, to'yda ochilar ekan, mana xuno bo'lib yurmaydi qizlaringlar. Salmda o'ylaylar. O'shaning uchun qizlarni har bunaqaga tiqurmaylar-da, qobiqqa o'rab. Bu degani men qizlar ha yasantirib meni yubkaladi, ha chiqarib yuboringlar deyilmayapti. No, yoshligidan o'ziga qarashga, o'qut qilishga o'rganish kerak qiz bola. U katta bo'lganda qoladi shu narsa. Ikkiga ha desa, eri bilan nega ajrashibdi desa, eri boshqasini yoqtirar ekan, eri ne ухоженный debdi, eri hid kelar ekan debdi. Mana shunaqalarni men ko'p eshitganman, lekin ha desa, hid kelar ekan. Ha desa, o'ziga qarashni bilmaydi. Ha desa, kiyina olmaydi. Hech narsani yarashtira olmaydi. Bir ko'rganimda bunda
asabim buziladi degan gaplarni men eshitganman-da. Bunga mana shu onalar sababchi-da. Ha, sen nima bunaqa qilsan, nima bunaqa qilsan degan sari qiz bola yopilib katta bo'lgan sari o'zini eplolmaydi. Keyin bitta narsa o'zini qadrini o'rgatish kerak ota-ona. yo'q, biz hozir qadridan ham burun men o'ziga qarashni aytaman, u alohida tema. Ular ham to'ppa-to'g'ri aytyapti bu. Lekin mana bu yana o'ziga qarash temasini menimcha уже sizlar подростковый возрастdan уже o'rganish kerak. Gigiyena nima, qanaqa hammasini o'rgatilish kerak. U kuni ham sizga murojaat qilganim. Qizim uydagilar uzatmoqchi, lekin meni sevadi. Nima qayerga qochib ketaylikmi? Xo'p, qarang, sizga maslahatim. Qochib ketish bu variant emas. Uyingizdagi qizni uydagilar boshqa uzatmoqchi bo'lsa, siz nima qilasiz? Savchi jo'natdingizmi? Sizga berishmadimi? Yana jo'nating. Berishmadimi? Yana jo'nating. Berishmadimi? Yana jo'nating. Yana berishmadim, lichno otasi bilan borib gaplashing. Qizingizni birovga berganingizdan ko'ra, baxtsiz qilganingizdan ko'ra, menga bering, men baxtli qilaman va gapingizni ustidan chiqing erkak bo'lib. Qochib ketsangiz hozir nima? Voy xudo, modda, qochib o'g'irlab ketish, odam savdosi sizga nima kerak? Yaxshigina moddalamamizga ilib qo'yadi, ketasiz 5 yilga. Sizga shu narsa kerakmi? Undan ko'ra ota-onasi bilan gaplashing. Qiz o'zi xohlamasa hech kim uni yerga bera olmaydi. Shu gapim esingizlardan chiqmasin yigitlar. Agar qaysidir qiz ota-onam deb yerga tegibman desa ishonmanglar. Hozir unaqa zamon emas. Qizlar bolani soddaloq deb o'ylaydi, bilmaydi o'zi qarmoq qilinganini. 100% to'g'ri. Mana shuni o'g'il bola yozgan. Mana haqiqiy o'g'il bola sizlarga fakti bilan aytayapti. Qizlar bolani loq, sodda, bittasini o'ynatib, ikkinchisini o'ynatar ekanman deb yurmanglar. Ular soddaloq emas, sizlarni o'ynatib ketib qolishi mumkin. Ko'rdinglar, mana shu dalili bilan. Kosmetolog boradigan hamma xotinlar iymoni bor erkak undaylarga qaramaydi. Bu tekis. Kosmetologga boradigan ayollar o'zini sevadi, ularda ajin bo'lmaydi, ular yuzi bir tekis oppoq bo'ladi, tirsillagan bo'ladi. Bitta qaragan odam yana qayrilib qaragisi keladi. Ularda erlari ham akkuratni bo'ladi, chunki o'ziga qarab moslashadi. Sizni qo'ltig'i sasiydi, eringizni oyog'i sasiydi, lekin imminna o'sha eringiz sassiq naskisini yechib, sizga yudirib, keyin ketib o'sha xotinning oldiga ketadi. Ularning uylari akkuratni, bolalari top-toza, erlari ham takoy bo'ladi. Siz ko'rmagan hayotlarda eringiz o'sha kosmetologga borgan xotinga ko'rsatib qo'yadi. Ular takoy mashinchalarda yuradi. Ularda xunugi bo'lmaydi. Botox deganda faqatgina mana buncha katta lablarni tushunadigan ayollarga achinaman. O'zingizni seving, Zora, bu hayotga bir marta kelasiz. Kosmetologga boring. Bu jilikka, bilikka, kilikka, milikka kirmaydi. Bu o'zini sevuvchi baxtli ayollar tanlovi hisoblanadi. O'zingizni seving, sizni hamma sevadi. Opa yigiti Farg'onadan, men esa Samarqanddaman. Nima deb o'ylaysiz? Oladimi? Lekin oyisi meni yomon ko'radi. Hurmatli yigitlar, sizlarga savolim. Nima uchun sizlar gaplashayotgan qizinglarni oilaga etasizlar? Oila nima degan fikrni qizinglarga etasizlar? Qanaqa tarbiya bu? Ko'cha tarbiyasimi yo ota-ona tarbiyasimi? E'tiboringlar. Bu erkakka yarashadigan ishmi? Yoki hurmatli qizlar, nima uchun yigitlar sizlarga onam senga uylanishimga qarshi, lekin seni sevaman, sensiz o'lib qolaman, lekin men boshqasiga uylanishga majburman, uni ikkita bolali qilishga majburman desa ishonasizlar? Sevmasa u qizga uylanmaydi. U bilan chimildiqqa kirmaydi. Ikkita uchta bolali qilib yotmaydi. Sevsa sizni faqat sizga uylanadi. Shu narsa esingizdan chiqmasin qiz, ahmoq bo'lmanglar. Opa, erim eski degan qizini topib qolgan, radondan chiqqan kun shu qiz yoniga ketib qolgan. Hozir qayerda deysiz? Men erkaklarga tushunmayman. Qizlarga ham tushunmayman. Ha, onasi esa o'sha bu ishlatilgan tovar ishlatilgan. Bo'ldi, nima qilasiz? Ishlatilgan pomada, boshqa bittasi ishlatgan pomadani o'zingiz surtasizmi? Qizlar, nima bu? Yigitlar uylanib ketgandan keyin qaytib keldi, kechirim so'radi, xotinini sevmas ekansiz, ishonasizlar? Lo'qmisizlar? Onalarimiz. Sevmasa radondan chiqmaydi. Mana o'sha qizga gapim, ahmoq ekansan. Erzga gapim, dvajda ahmoq ekan eringiz. Siz esa sabr qiling. Ketadimi, boshqa qiladimi, nazlo uchun uyda yashagani ketsam ketib qolmang. O'zingizga qarang, chiroyli bo'ling. To'g'ri, hozir men tug'ganmiz, vaqtimiz bo'lmaydi. Ishonib tushunishga vaqtim bo'lmaydi. Men sizni juda ham yaxshi tushunaman. Harakat qiling. Nima desam, erkak boshqaga qaramasin, sizga qarasin, borib qo'rqsin. Undan ham buni bolasi turib o'ziga qarayapti, cho'tanga to'ha desin-da, sizni kutingiz boylasin. Yigit boladan tez ko'nglim qoladi. 1-2 oydan ziyod gaplasha olmayman. Bu xarakterim bilan erkak tegsam yashab keta olarmikinman?
Конечно, mana men yashayapman. Men sizdan battar edim. Siz 1-2 oy ekan, men 1-2 oyga bormasdim. Bir hafta uzoq, bir hafta gaplashdim. Yo'q. Men turkimizga yo'q turdim. Erga tikkan ekan, qisib yasharkansiz. Erim o'tmishda qizlar bilan qilgan ishlarini unutmayman. Fotihasi buzilganini ham endi bilib qoldim. Qisqa ekansiz. Mana misol uchun erga tekkandan keyin yaqinda 2 oy bo'lib bilib qolganim erimni polni o'tmishini. To'g'risi kuldim. Har kuni ovqatdan o'tgan paytimiz kulishamiz bor-ku. Eshitdim, mana degan ekan, mana qilgan ekansiz. Hammasini aytib beraman. Bu o'tgan narsada buni kulib eslash kerak deb. Lekin siz bu narsani eslaganingizda nima foyda? Hozir eringiz siz bilan, sizni hayotingizda, siz uni ko'z ochib ko'rgansiz, to'g'rimi? Har kuni kelsangiz sizni yoningizda yotadi. Nima qilasiz? O'tmishdagi yo'q narsadan problema sizda qilib, xafa bo'lib. Nima kerak bor? Nima o'zgaradi? Ajrashib ketganingiz yaxshimi? Yo'q narsa uchun. Hayronman, qizlar o'zligi problema sozdавать qilasiz. Lично men o'tmishlarimni bilganimda naborot kulaman. Haligacha kulishib o'tiraman. So ishonmaysan, kecha ham shu gap bo'ldi. Jahlim chiqarma, jahlimga tegma deylar. Naborot erimni mana shu jinni bo'lib ketgan narsalar bilan xursand qilib, kuldirib o'tiraman. Siz ham shunaqa qilinglar, foydasi ko'p.